Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Qo'lingizda nima bor deydiganlar bo'lsa bolalar, bu nima desam bo'ladi? Futbol koptogi, ya'ni futbol to'pimi desak ham bo'ladi bolalar. Xo'p, soatga qaraylik. Bolalar men kechikib ketibman. Hozir tashqariga chiqib futbol o'ynashimiz kerak edi. Xo'p, menimcha qishloqlar turibdi. Tushunmadim. Qishloqlar qayergadir ketib qolibdi. Balkim. Xo'p, hozir mana buni mana shunday qo'yaman varatalarni va qishloqlarni kutib turaman. Ungacha o'zim o'ynab tursam kerak. O'zim o'ynab tursam kerak. O'zim nima desam bo'ladi? Oyoqlarimni qizdirib olaman. Yaxshi bo'lmasa futbollarni o'ynayveraychi. O'zim bitta varatalarga tepib turib, qani qishloqlar kelib qolar. Xo'sh, yaxshi. Qani let's go. Voy. Qan koptok voy o'tib ketibdi-yu. Mayli, e'tibor bermaysizlar bolalar. Hozir ana endi ko'rsam ham. Gol. Boru qani, lekin qani qishloqlar men vash hayronman-da. Qishloqlar kelish kerak edi. Boydan beri o'ynab o'tiribman. G'alati. Qayerga ketib qolishibdi ekan, ha? Mana bu yerda ekan qishloqlar. Voy, qishloqqa, yaxshimisan? Qishloqqa. Kim gapiryapti cho'badim? Qishloqqa. Eshitmayapsanmi nima? Kapot yaxshimisan? Ha, yaxshi. Sen qishloqqa mana bu futbolga borishing kerak edi. Nimaga kelmading? Qanaqa futbol gaplashuvdingmi Kapot? Ha, albatta futbol. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Bilmadim, meni esimda yo'q ekan. Tushunmadim lekin. Xo'p, mayli qishloqqa. Xo'p, biror nima esingda bormi o'zi? Nima bo'lyapti senga? Bilmadim, menga anavi oq qishloq qanaqadir dori beruvdi, yaxshi bo'lasan degandi. Menimcha o'shanda bo'layotgan bo'lsa kerak. Nima? Oq qishloqqa yana qanaqa eksperiment qilyapti? Bilmadim, qanaqa eksperiment? O'zi dori berdimi? Menga tushunmadim. Sangachi, san nima bo'lyapti? Salom. Bu nimaga meni tanimayapti? Bilmayman. Tushunmadim, sen o'zi kimsan? Sen kimsan o'zi? Mana bu savolni sen. Kapot yotibman o'zi, men Kapotga toshib bo'lmagan-ku. Voy, вообще hayronman. Qanday qilib meni tanimaslik mumkin? Sen yosh bo'lsang, yaxshi bo'lsang, tim bo'li qulog'ing ham og'ir bo'lib qolibdi, boru. Xo'sh, nimadir bo'lyapti bu qishloqlarga. Hozir oq qishloqning oldiga borishim kerak. Mayli qanaqadir dori ichiribdi bolalar. Qizda qani ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi. Oq qishloqqa, shu yerdamisan? Yaxshimisan? Kapot barchasini rasvo qilib qo'ydim. Nimani rasvo qilding? Bo'ldi. Tushundim nimani rasvo qilganingni. Davlama o'xshamadi, ular endi qari bo'lib qoladi. Nima qari? Qara, esini chiqarib yubordi meni. Keyin eshitmayapti yaxshi qulog'i. Rosa mana shunday bo'ladi. Hozir ular vaqt o'tgani sari qarib borishadi, qarib boboy bo'lib qolishadi. Nima? Aldamayapsanmi? Rostdanmi? Qanday qilib boboy bo'lib qolishi mumkin bular? Sen qishloqni nimalar qilib qo'yganingni tushunyapsanmi hozir? Bu qishloqlarni hozir to'g'rilashimiz kerak. Ha, lekin unga vaqt talab qiladi. Bilmadim, to'g'ri olamanmi? Voy, sen nima hozir qishloqning oldiga borib, bir ko'rib xabar olib kelaman. Tezroq xabar ol, qani nima bo'libdi ekan? Judayam qo'rqib ketyapman. Eksperiment qilaman deganda o'xshaydi deb o'ylagandim. Formula xato ketib qolibdi. Qishloqqa, lekin bilmadim. Nimaga unaqa qilib qo'yasan? Yaxshilab bir formulalarni qilsang bo'lmaydimi? Qishloqqa. Uzr. Xo'p, mayli. Aytsam, damlamani tayyorla, tushundingmi? O'shanga qarshi damlamani. Xo'p, sen faqat qishloqlar oldiga bor, xabar ol. Ular o'lib qolishmabdimi yo shunaqa bilasan-ku, qarichiliklar. Yo'q, unaqa dema. Nimalar deyapsan sen? Qishloqqa kaling joydamisan? Xo'p, mayli. Hozir men xabar olib kelaman, tushundingmi? Xo'sh, bolalar, obunachilar buni qaranglar nima qilyapti ekan. Xo'p, qishloqlar. Tushunmadim bular. Qishloqqa, yaxshimisan? Nima deyapsan? Eshitmadi. Sani, qishloqqa, men Kompotman, taniyapsanmi meni? Kim Kapot, nima deyapsan? Voy, sen kimsan? Men ko'rmayapman seni uncha uzoqdan. Voy, boru, nima bo'lib qoldi sizlarga? Qarib qolibsizlar, boru. Nima qarib qolganmiz? Ha, qarib qolgansanlar. Qarib qolmaganman. Voy, sani qishloqlar yana qayerga ketdi? Bu yerda hech kim yo'q ketdi-ku o'zi qishloqlar. Voy, sanami? Voy, bolalar buni qaranglar, bu вообще skleroz bo'lib qolibdi-yu, kallasini tomi ketib qolibdi. Xo'sh, yaxshi to'xtab turinglar. Xo'p, qani qishloqlar? Mana bu yerda ekan qishloqlar. Voy, nimalar qilyapti bular? Tushinglar pastga, tushmanglar pastga. Nima? Bashni ko'rmayapman. Voy,
Xo'sh, bola tez yuqoriga chiqishimiz kerak, bularga aytishimiz kerak pastga tushinglar deb. Hoy, qishloqilar, yiqilib tushasizlar bu yerdan. Nima? Qanaqa yiqilib tushamiz? Ha, yiqilib tushasizlar, men qara qancha chuqurlik bor. To'xtanglar, baribir ham bular gapga umuman tushunmaydi. Mana ko'ra batut olib kelaman ular uchun. Xo'sh, yaxshi. Mayli, xo'p, mana batut olib keldim bola, xo'p, mana shuni qo'yaman. Sakramay turinglar qishloqilar, sakramay turinglar. 5 minut batut qo'yaman, endi sakraylar. Demoqchi edim, qishloqilar qayerga ketib qolibdi? Voy, g'alati, yana qayergadir ketib qolibdi. Qanday qilib bunday boboy bo'lsa, qanday ketib qolishi mumkin? Ham mayli, hech bo'lmasa yarim qishloqqa bordir desam, qolgan qishloqlar ham ketib qolibdi. Voy, qayerga ketib qolishi mumkin shuncha qishloqlar, ya'ni boboylar. Voy, men bularni eplay olmayapman, boro. To'g'ri aytibdi. Oq qishloq, sen eplolmaysan, qara undan ko'ra debdi. Voy, oq qishloq ham nima? Eshityapman bolalar. Ana ularning o'zi eshitilyapti. Boboylar ovozi demoqchi edim. Meni uyim nima qildi? Qariyalar uyi deb yozib qo'yganmi? Voy, sanlar nimalar qilyapsan meni uyimda? Xo'y, sanlar meni uyimda nima qilyapsan? Sen nimaga mana shashkani buzib tashlading? Voy, uzr. Qishloqlar hammasi shu yerdami? Hop, bitta sanab olishim kerak. Tushundinglarmi? Nima? Qanaqa qishloqlar? Hop, mayli, hammasi mana shu yerda, menimcha mana shu yerda o'tirib turishsin-da bolalar. Xo'p, menimcha bularga uy qurib bersammikan bola? Menga juda ham qanaqadir fikrlar kelmoqda. Sababi bularga uy qurib bersam, bular jim o'tirishadi. Hozir bularga uy qurib bermagan holda yoki nimadir qilsam, bular ketib qolishadi. Ana oq qishloq ham aytdi, vaqt kerak menga. Ungacha eplab tur bularni dedi. Bu qishloqlar даже meni bilmaydi, tushunmaydi. Mayli, uy quraman. Xo'p, mana shuni yopib qo'yaman va hozir narsalarni olib kelib, ana u uy qurmasam bo'lmaydi qariyalar uchun. Mayli. Mana shu uyni quraman. Voy, bola, mana shuni hozir qayta mebellaymiz. Yaxshi, uy qurmaymiz, mebellaymiz. Xo'p, bola, mana men o'zim mebellarni olib keldim, kerakli jihozlarni. Ana endi bularni barchasini buzamiz-da, bularni bitta-bittalab buzib chiqamiz-da, qaytib quramiz. Ular uchun ajoyib, yaxshi va qulay uy qurishga harakat qilamiz. Sababi bola nima uchun? Sababi bola, bilasizlar, sababi nimaga deb yotibman bola. Короче, mana shunday qilamiz. Xo'p, yaxshi, ikkita deyman bu yerga ikkita deyman. Divan deylarmidi bola, bilmadim. Adashmasam divan deylardi obunachilar. Xo'p, bu yerga ham divan quramiz. Xo'p, ana u qishloqlar uchun, ya'ni boboylar uchun mana shu yerga qo'yamiz. Yaxshi. Ana endi mana bu kitoblarni buzib tashlaymiz, boshqacha kitoblar qo'yamiz, chunki bu kitoblar juda ham eski va ularni o'qimasa kerak. Undan ko'ra kerakli, mana bu televizor ko'ramiz, ular yangiliklarni ko'radi yoki qanaqadir qo'shiqlar eshitadi. Xo'p, mana bu yerning mana bu kitoblarni qo'yamiz. Bularni shrift katta, ya'ni nima demoqchiman, harflar katta, ular ancha qulay bo'ladi. Xo'p, menimcha mana shu yerga mana shuni qo'yamiz. Issiqqina bo'lib turish uchun. Xo'p, menimcha mana bu yerlarni buzamiz-da. Xo'p, bularni o'rniga mana bu kitoblarni qo'yib chiqamiz. Hoppa, yaxshi, juda ham ajoyib, chiroyli kitoblarni qaranglar turishini. Vau, вообще chiroyli, juda ham chiroyli turibdi. Bu yerga ham qurib chiqaylik. Voy, yetmay qoldik-ku. Mayli, bularni buzib tashlaymiz. Oho, kitoblar tushib ketdi-yu, mayli, e'tibor bermaysizlar. Hop, okey, xo'sh. Ana endi mana bu yerga ko'llar qo'yamiz. Chaqab qolishadi, baribir ham ko'p suv ichishadi qarilar. Hop, bu yerga soatni qo'yamiz, soat ko'rishadi. Xo'sh, yaxshi. Xo'p, endi jihozlab chiqamiz mana bu stollarni ustini. Mana shu yerdagi narsalarni olamiz. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa bu yerda xo'p, mana bu ochki bilan xat qo'yamiz. Короче, u chiqishadi. Gazetami bir bo'lagida xatam deb yutibman. Bu yerda shashka o'ynashadi va bu yerda pechenye va bu yerda ajoyib shurvo, короче, shurvo deyiladi. Bola tilida, bizga tomonlarda shurvo deyiladi, misol uchun. Xo'p, yaxshi. Ana endi mana bu yerga stul qo'yamiz. Mana bu ana bo'ladi, ag'dan baqqa bo'ladi-yu, ingashadimi, nimadir deydi. Короче, o'sha qimirlaydigan stul esimdan chiqib ketib qoladi. Endi bularni barchasini chaqirib chiqamiz. Xo'sh. O'zi barchasi shu yerda ekan, ketib qolmabdimi-ekan? Hech qilib ketib qolmagan bo'lsin. Xo'p, hamma shu yerdami? Xo'p, 1, 2, 3, menimcha hammasi shu yerda. Nimalar deyapsan, yana? Voy, bo'ldi. Masalaga juda ham zo'r uy qurdim. Ketdi, sizlarga juda ham zo'r uy, ichida juda ham zo'r narsalari bor. Nima? Qanaqa uy? Nimalari bor? Shurvolari bor. Yuringlar meni ortimdan. Voy, shurvo yeyman. Bo'ldi, davay yuringlar. Xo'sh, yaxshi. Barchalaringizga yoqdimi? Albatta, mana bu shurvo juda ham zo'r ekan. Sababi
tishim yo'qligidan shu sho'rvani jepman. Mana bu yoqdimi senga mana bu? Albatta, bu ham yoqdi. Uncha ko'zim o'tmayotgandi, ochki kerak edi menga. Albatta, jusalarga yoqqan bo'lsam, men juda ham xursandman. U, qishloqqa keldingmi? Ha, men davlamani qurdim. O'xshaydimi o'zi bu? Nima deysan? Albatta o'xshaydi. O'xshamasa, oq qishloq qilaman. Mayli, agarda o'xshasa bo'ldi. Xo'p, davay tezroq bo'l. Vaqti kam. Nima qanaqa? Nimani vaqti kam? Jim o'tir, undan ko'ra sani qishloqqa. Hop, 1, 2, 3 yaxshi. Uy, o'xshadi qishloqqa. O'xshadi bular o'xshadi. Biza nima bu yerga o'tiribman? Nimaga mana bu ta'mi yo'q, vashim. Palakatskiy sho'rva ichib o'tiribman. O'xshadi qishloqqa, vashi yaxshi. Xo'p, Bo'ldi, qaytarib eksperiment qilmayman. qaytarib eksperiment qilma. Nimaga men ochki taqib olganman, ha? Mani ko'zim yaxshi-ku o'zi juda ham zo'r. O'xshadi. Menimcha barcha o'z holiga qaytdi fikrimcha. Biza futbol o'ynashimiz kerak edi, cho'qqi. Ha? Kapot. Albatta biz futbol o'ynashimiz kerak. Nima uchun bu yerga o'tiribmiz haqiqatan? Davay ketdik futbol o'ynaymiz. Xo'sh, mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Oq qishloqqa qarochi eksperiment qilaman dedi va barchasini rasto qilib qo'ydi. Lekin bolalar, sizlar ham bunaqa kim qanaqa eksperimentlar qilmanglar bolalar, chunki eksperiment juda ham xavfli va yaxshi emas bolalar. Undan ko'ra eksperiment o'zi ekspertlar qilsin bolalar, biz undan ko'ra kompot tarjimalar va shaxsni videolarini ko'rib boramiz. Xayr bolalar.